Agar bolalaringizni ichida parazitlar, gijjalar bo'lsa, mana shu 2 dona sabzini blenderda solib, 4 dona chesnokni blenderga solib, 200 gram qovoq yog'i qovoq urug'ini blenderga solib, hammasini qo'shib maydalab, blenderning ustiga qo'yib yaxshilab maydalaysiz. Aqlmaydi bugun yaxshi. Kichkina bolalar ertalab och qoringa bitta kichkina qoshiq, katta yoshdagi odamlar katta qoshiqda 1 qoshiq. Kechqurun uxlashdan oldin bersangiz ham bo'ladi. Like bosib, yaqinlarga tarqatib qo'yishni unutmang.